Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi mavzuyimiz shundan iboratki, bahorgi issiq kunlardan keyin gullagan daraxtlarni sovuq urish oqibatida tabiatda gulchang kamayib ketishligi va shu paytda asalari oilalarni parvarish qilish to'g'risida suhbatlashamiz. Mana O'zbekiston mintaqasida tabiatni kuzatib kelayotgan bo'lsalaring, bir necha yillardan baqasi tabiat injiqliklari yildan-yilga ortib bormoqda. Bunga endi ko'p misollarni keltirishimiz mumkin, chunki tabiat injiqligiga bu insonlarni o'zi bevosita sababchi bo'ladi. Shu ekologiyani o'zgarishi, mana shu insoniyat tomonidan tabiatga yetkazilayotgan zararlar, tabiatga chiqarilayotgan zararli chiqindilar, mana shularni oqibatida ekologiya bevosita buzilib, nihoyatda tartibsiz bir holatga kelib qoldi. Shu tufayli tabiat injiqliklari yildan-yilga ortib boryapti. Bu endi sizni bizni asalarichilarga nihoyatda katta tashvishlar olib kelmoqda. Sababi asalarilarni biz asalarichilarni va asalarilarimizni bevosita boqish, ularni ko'paytirish, rivojlantirish va asal olishgacha bo'lgan jarayonlarni hamma bosqichlari hammasi bevosita qo'yingki, hamma asalarining ishlari bevosita tabiatga, ekologiyaga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun bu ekologiyani mana shu injiqliklari, tabiat injiqliklari nihoyatda siz bilan bizga katta ta'sir o'tkazadi. Shunday holatlarda stressga tushgan oilalarni qutqarib qolish va ularga yaqindan yordam berish holatlari to'g'risida mana bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Mana shunday o'zgarishlar yildan-yilga ortib borishligi oqibatida mana ko'rib turibsizlarki, bir necha issiq kunlar kelib turib, uni orqasidan dabdurustdan mana havolar sovib, ko'p joylarda qor va yomg'irli kunlar ortib borishi oqibatida shunaqangi o'simliklarni sovuq urishi, o'simlik gul kosalarining sovuq urishi mana shu nihoyatda asalarichilikka katta zarar olib keladi. Sababi bevosita asalarilarni rivojlanishligi uchun nima kerak bo'ladi? Gulchang kerak bo'ladi. Gulchang bu mana sizlar bilan oldingi darslarda aytib o'tib ketganmiz. Bevosita katta asalarilar uchun oziq manbai hisoblanadi. Bu agar gulchang bo'lmaydigan bo'lsa tabiatda asalarilarni rivojlanishi orqada qolib ketadi. Mana shu o'simliklarni gullagan paytda sovuq urishligi oqibatida asalarilar rivojlanishi orqada qoladi va onari bevosita o'z navbatida tuxumni kamaytirib yuboradi. Mana shunday holatlar bo'lgan taqdirda nima qilish kerak? Asosan birinchi navbatda asalari oilalarni issiq o'rab, shu stressga bo'lgan shu temperaturani nazoratda ushlab turish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda qilinadigan ish o'sha maxsus utebritl, ya'ni o'sha isitiladigan materiallardan foydalangan holatda asalari oilalarini asplotlarda o'sha yangi qo'yilgan naslli romlarda saqlab qolishga harakat qilishligimiz kerak. Shuning uchun asalari oilalarini shu yashiklarda issiq qilib o'ragan holatda asplotlar shamollamasligini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda uyani bevosita suv bilan ta'minlab turish kerak bo'ladi. Bunda asosan agar yomg'irli kunlar davom etadigan bo'lsa, uyaga 1:1,5 nisbatda qiyom, ya'ni o'sha shakarli qiyom siropi qilib tayyorlab berish kerak bo'ladi. Bunda o'sha 1 kilo shakarga 1,5 litr suv qo'shilgan holatda shunaqangi sirop tayyorlab berish kerak bo'ladi. Agar tabiatda mana sovuq kunlar bo'lib
shu o'simliklarni gulini sovuq urib ketgan taqdirda tabiatdan gulchang kelishi kamayib qoladigan bo'lsa, o'z navbatida aytdik, ona ari tuxumni kamaytirib yuboradi. Bunaqangi holat kuzatilmasligi uchun o'sha tayinlangan siropingizga bevosita o'z navbatida gulchang qo'shib berib turish kerak bo'ladi. Agar gulchang bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha ma'lum bir vaqt asalari oilalarni boshqa regionga, ya'ni o'sha o'simliklarni gulini sovuq urmagan joylarga olib borib rivojlanishdan to'xtatmaslik uchun bevosita oilalarni ko'chirish kerak bo'ladi. Ana shuni nihoyatda e'tibor qaratishimiz kerak. U yerda shu mana oldingi kunlari havo iliq kelib, issiq bo'lib, bevosita tabiatda uyg'onish yuzaga keldi va o'simliklar gullab yubordi. Shundan keyin asalarilarda ham, oilalarda ham nihoyatda katta uyg'onish yuzaga kelib, o'z navbatida oilalar ancha tuxum qo'yib, ona-ari va nasllar kengayib, rivojlanish bosqichiga chiqqan edi. Endi shunday paytda oila o'z navbatida tashqaridan gulchang to'xtab sovuq urgan bo'lsa, o'z navbatida oila nima bo'ladi? Stressga tushib qoladi. Ana shu stress holatidan oilani saqlab turishligimiz uchun o'sha tabiatdan gulchang keladigan joylarga oilani ko'chirib olib borish kerak bo'ladi. Agar shunaqangi joylar bo'lmaydigan bo'lsa, iloji boricha shu siropga gulchang aralashtirilgan holatda oilani bevosita gulchang bilan ta'minlab turishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ikkinchi qilinadigan ishlardan biri hisoblanadi. Yana bir asosiy qilinadigan ishlardan biri, agar tabiatda mana shunaqangi qor yog'ib yoki boshqa shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, birdaniga oilalar o'z navbatida uchib qorga chiqish holatlari kuzatilib qolinadi. Shunaqangi qorga chiqadigan holatda oilani shu yashillarni oldini iloji boricha 1,5-2 metr masofada qordan tozalash ishlarini olib borish kerak. Yashillar tepasini qordan tozalab, uya oldilarini o'sha 1,5-2 metrgacha masofada qordan tozalab qo'yish kerak bo'ladi. U yerdan oblет qilib uchib chiqqan arilar bevosita qorga tushadigan bo'lsa, o'z navbatida o'sha qorda muzlab ana shu joyda qolib ketishligi kuzatiladi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun iloji boricha kunlar isib, shu ma'lum bir optimal temperaturaga kelgungacha uyani teshiklarini bekitib, shunaqangi arilarni chiqarmasdan turib, shunaqangi chiqarmasdan tursa ham bo'ladi. Lekin uzoq muddat ushlab bo'lmaydi. Shuning uchun uyani ichiga o'sha bitta karmushkada suv va keyingi ikkinchi karmushkada o'sha sirop qilib berish kerak bo'ladi. Mana shu holatda oilalarni saqlab, shu toki qor sal erib, kunlar isib, shu 1-2 soat, 3 soat mana kun isiydigan holat bo'lgungacha mana shu oilani ushlab shunaqangi talofatlardan olib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu mana shu 3-chi holatdagi bo'ladigan shunaqangi tabiiy ofatlardan qutqarish shunaqangi proses hisoblanadi. Endi asalari oilalarda asosan u yerda mana shu paytlarda bevosita tabiatdan ko'proq shunaqangi stress holatlar bo'lganda, ya'ni yomg'irli kunlar ko'p bo'lsa yoki qor yoqqan, shunaqangi namlik ortib ketgan paytda bevosita ari oilalarni ichkarisida ham namlik ortib ketadi. Nimaga? Sababi o'sha rasplot qo'yilgan ramkadagi arilarda hammasida bevosita o'zidan namlik chiqaradi. Bu namlik o'z navbatida yashiydi. O'sha qopqog'idagi o'sha teshiklardan shu namliklar chiqib ketadi. Agar shunaqangi ventilятsion tizimlar nimasi yaxshi bo'lmasa yashiydi. Ventilятsion tizimlar yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa,
ana shu uyadan namlik ortib ketib qoladi. Shunaqangi holatlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Uyadagi namlikni kontrol qilib, namlik ortib ketmasligi uchun bevosita shu kun chiqqan paytda yashillarni qopqog'ini ochgan holatda uyani sal ozgina quritib, shunaqangi namlikdan saqlab, shu ventilятsion shunaqangi teshiklarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu endi asosiy mana shu uyadagi namlikni normada ushlab turishligimiz uchun mana shunaqangi kontrol tadbirlarni shunaqangi olib borish kerak bo'ladi. Maxsus o'sha mana aytib o'tib ketdik, isitgich shunaqangi materiallardan foydalanib, oilani issiq ushlagan holatda iloji boricha shamollatmaslikka harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Agar rasplotlar shamollaydigan bo'lsa, bevosita o'z navbatida kasallik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu endi qanday bo'lishligi mumkin? Misol mana oila bevosita kun isigan paytda arilar tarqab, rasplotni ona o'z navbatida romkada kengaytira boshlaydi. Endi birdaniga sovuq tushgandan keyin arilar sekin-asta g'uj holatiga kela boshlaydi. Bir-biriga yaqinlashib, issiqlikni saqlashlik uchun bir-biriga yaqinlasha boshlaydi. Shunda mana u tashqi romlarda qo'yilgan nasllar ochiq qolib ketishi mumkin bo'ladi. Shuni oldini olishligimiz uchun iloji boricha uyani issiq holatda shunaqangi tabiat injiqliklari bo'lgan paytda, sovuq kunlar paytida shu rasplotni issiq o'rab ushlab turishlik kerak bo'ladi. Mana shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana shu agar kasallik belgilari mana bundan keyingi holatlarda agar shunaqangi sovuq kunlar o'tib, 1-2 kundan keyin o'z navbatida har oilalarni bir qator ko'ruvdan o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar shunaqangi rasplotlar chetda qolib ketib, rasplotlar shamollagan shunaqangi holatlar, kasallik belgilari paydo bo'lgan holatda har oilalarni zudlik bilan davolash kerak bo'ladi. Unga choralar ko'rish kerak bo'ladi. Mana shunaqangi tadbirlarni olib borilgan taqdirda bevosita shunaqangi stressga oilalar tushib qolmaydi, talafot kamroq bo'ladi va ahli oilalarni o'z navbatida shunaqangi tabiiy ofatlardan qutqarib qo'ygan bo'lamiz. Mana shu sizlarga bugungi qisqacha darsimiz mana shundan iborat edi. Darslarimizni tinglab boringlar. Bundan-da yaxshi, chiroyli ma'lumotlarni berib boramiz. Darslarimizni keng tarqalishligi uchun bittadan like tugmasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Barchalaringga oldindan rahmat aytaman. Sog', salomat bo'linglar.